Yozuvchi yashab o'tgan sermazmun umri davomida xalqimiz uchun juda katta ma'naviy meros qoldiradi. Uning yozgan asarlarida sof insoniy tuyg'ular o'z aksini topgan. Adib ijodining o'ziga xosligi ham aynan shunda. Adibning eng sara asarlaridan biri Qorako'z Majnun hikoyasidir. Uning bu hikoyasida muslima ikki dunyosini ham o'ylaydigan haqiqiy o'zbek onasi hamda unga vafodor, uning yonidan bir daqiqa ham nari ketmaydigan it tasvirlanadi. Said Ahmadning bu hikoyasi mustaqillik yillarida yozgan eng sara hikoyalariga kiradi. Ushbu hikoyada ona va bola munosabatlari, ular o'rtasidagi mehr-muruvvat ildizlari tasvirlangan. Ushbu insoniy fazilatlar va mehr ildizlari qurisa oradagi ko'ngil yaqinligi ham yakun topadi. Saodat ayaning yoshlik chog'lari yozuvchi qalamida yanada jozibali va vafot etayotgan vaqti ham muslimalarga xos tarzda tasvirlanadi. Adibning bu hikoyasidagi Qorako'z Saodat ayaning doimiy hamrohi sifatida tasvirlanadi. Vafodor it Saodat aya bilan deyarli bir xil kayfiyatda yuradi. Garchi kampirni sog'intirgan Bo'rixon farzandidan Saodat ayaga o'sha it yaqinroq edi. Bo'rixon onasini qanchalik kuydirgan, sog'intirgan bo'lsa ham, ona namozining so'ngida o'g'li Bo'rixon va baxti ochilmayotgan qumriga achinib, Allohga iltijo qilar edi. O'g'li Bo'rixon harbiy xizmatga ketib, ish bilan uyga qaytmaydi. Rus millatidan bir qizni yaxshi ko'rib, bola chaqali bo'ladi. O'shani deb o'z dinidan ham voz kechadi. Uning onasi uchun din, milliy qadriyatlar, el, yurtchilik har narsadan ustun turardi. Shuning uchun Bo'rixondan ko'ngli soviydi, uni o'lganga chiqaradi. O'g'li kelgan vaqtda xursandligidan dunyoga sig'magan ona o'g'li ketayotganda undan yuz o'giradi. Namozlarida ham o'g'lini eslamay qo'yadi. Ko'ngli muzlab kampir hoji ona bo'lib vafot etadi. Ayaning vafot etishini yozuvchi shunday tasvirlaydiki, xuddi o'limini anglagandek farzandlari hamda nevaralarini chaqirib, ularga vasiyat qilib, muslima ona tarzda vafot etadi. Kampirning vafoti uning iti Qorako'zga juda qattiq ta'sir ko'rsatadi. U kampirni har kuni ertalab tongdan shomgacha izlaydi. Yozuvchi it ruhiyatini o'z qalamida jozibali qilish va o'quvchilarga yaqqol tasvirlash uchun it ko'zida ikki tomchi yosh ila tasvirlaydi. Hikoya oxiridagi Qorako'z Majnunning o'limi o'quvchi ko'nglini yumshatib, uni mahzun qilib qo'yadi. Itning qanchalik vafodor jonivor ekanligi hadisi shariflarda ham aks etadi. Hikoyada juda katta ma'no mazmun jamlangan. Itning vafosi bir o'g'ilning ona ko'nglini vayron qilishiga nisbatan yuksak ma'naviy martabalarda turishi hamma vaqt ulug'vorlik kasb etadi.